mani yoshligimdan o'zi adajonimlardan yuqqan hobbi deydimi, qiziqish deydimi, yoshligimdan mashinalarga bo'lgan qiziqishim juda ham kuchli bo'lgan. 2017-yildan boshlaganman mashinani proyekt asosida tayyorlashga. Ya'ni o'zim uchun qiziqishim meni shu darajaga olib kelgan. Tayyorlagan mashinalarim haqiqatda O'zbekistonda eng birinchi o'rinda turadigan mashinalar bo'lib kelgan shu kungacha. 2019-yildan boshlab xo'jayinimni yordamlari bilan qara, seni qo'lingdan kelishni boshladi. Ke eplaymiz, ke bu narsani birga qilamiz. Shu bilan biz Arnasoy ko'chasidagi bitta kichkinagina boksni oldik va mashinalarimizni mukammallashtirishdi. Ya'ni o'sha aytaylik shaharda O'zbekistonda bir ko'zga ko'ringan alohida e'tiborga bir loyiq bo'lgan mashinalar qilib tayyorlashda davom etdik. Hamda biznes reja tuzdik. Bu biznes rejamizga asosan ayollarga, faqat va faqat ayollarga xizmat ko'rsatadigan avtoservis ochish edi. Oldimizdagi keyingi turgan katta maqsadimiz. Chunki xo'jayinim ko'ryaptilar, bu narsa meni qo'limdan kelyapti. Men bu narsa bu sohani ichiga yana ham chuqurroq kirib boryapman. Qo'limni siltab chetga chekinmayapman. Mendagi shijoatni ko'rib, mendagi g'ayratni ko'rib, sen buni eplay olasan dedilar. Birgalikda biz biznes reja tashkil qildik va bu biznes rejamizni amalga oshirishda tinimsiz va to'xtovsiz birgalikda harakat qildik. Lekin qilingan harakatlarimizni, mevamizni natijasini yeyishga biz ulgurmadik. Men oilamiz a'zosidan ayrilib qoldim. To'satdan olamdan o'tib qoldilar. Mendagi shijoat, mendagi bor hamma narsalar bo'ldi, o'sha tugadi. Men o'zimni ko'mib qo'ydim. 2 yil davomida hech ham boshimni ko'tara olmadim, tura olmadim. Bir kuni qizim keldi-da, menga turtki bo'lib aytdi. Oyijon, agar ertaga bir kun qariganingizda, oldilariga borganingizda, nimaga shuni qilmading? Tayyor, hamma narsa tayyor osh edi. Nimaga shu narsani oxiriga olib bormading? Men sendan xafaman desalar nima qilasiz dedi. Ona bola quchoqlashib rosa yig'ladik, keyin turdim. Imkoniyatimiz kam. O'zimga bo'lgan ishonchim yo'q. Lekin men qadam tashlab chiqdim. 2023-yil o'sha boquvchisini yo'qotgan paytlarimizga to'g'ri kelardi. Mahallamiz faollari, ya'ni xotin-qizlar faollari chiqib holimdan xabar olib, meni ayollar daftariga kiritib qo'ydilar. Va shu kungacha biz bilan birgalar. Hozir ayollar daftarining birinchi toifasida turaman, chunki men ishlashim kerak bo'lgani uchun ular tadbirkorlik qilishimga yo'l ochib beradigan bu toifani maslahat berdilar. Hozirgi kunda mana 2 yildan oshgan bo'lsa, faoliyatimizni boshlaganimizga 1000 dan oshiq mashinalar. Kurs обучение qildik, shogirdlarga o'zimdagi bor hunarimni o'rgatishni boshladim. Ayol jamoa bo'lishini xohladim men. Ko'payishdik, 17 nafardan ortiq shogird chiqardim shu kungacha. Qizlarni bu sohaga bo'lgan qiziqishi juda ham kuchli. 2024-yilda biznes loyihamizni yana jonlantirib, biz hokimiyatga taqdim qildik. Jamiki eshiklari ochiq bo'lgan tashkilotlarga borib, biz bu biznes plan haqida prezentatsiyalar o'tib berardik. Ya'ni ayol jamoadan tashkil topgan va hamda ayol haydovchilar uchun mo'ljallangan avtoservisimizni tezroq qurib, tezroq o'sha narsaga erishishni astoydil xohlaganimizdan to'xtamasdan qadam tashlashni boshladik. Tadbirkorlik qilish uchun ayollarga, ayniqsa ayollar daftarida turgan ayollarga qanchalik ko'mak va qanchalik imtiyozlar berilganini hammasini bittama-bitta erinmasdan tushuntirib berishdi. Keyin ularga o'zimizning biznes rejamizni taqdim qildik. Hamda bizga davlat tomonidan joy ajratib berildi. Hozirgi kunda men o'sha 6 yil oldin orzu qilgan hamda turmush o'rtog'im bilan birgalikda ishoning, xuddi shunday biznes planni qurilishini tepasida turibman. Hozirgi kunda Xudoga shukr, ayol uchun mo'ljallangan ushbu maskan qurib bitirilishiga 1 oygina qoldi. Yangi qurilayotgan avtoservisimizda 1 yil davomida 30 ta ish o'rni bilan ta'minlashni plan qilganmiz. Hamda chegarasiz tarzda, ya'ni qiziqishi, o'zini imkoniyati ko'targan tarzda shogirdlarni ustoz shogirdlik asosida o'zimizning oilamizga taklif qilaman. Avto industriyada ayollarimizni o'z o'rni bo'lishini xohlayman. O'zbekistondagi
mandagi vaziyatdami yoki bir ayollar daftarida turgan ijtimoiy yordamga muhtoj bo'ladimi yoki boquvchisiz qarovsiz qolgan xotin qizlarimiz bo'ladimi, mani ularga beradigan maslahatim yoki bo'lmasam gapirishim mumkin bo'lsa, qo'rqmaymiz. Bizda hozir davlatimizda shunchalar katta imkoniyatlar tashkil qilingan ekanki, shunchalik ko'p imtiyozlarki, ayol kishi tadbirkorlik qilishi uchun har tomonlama ko'mak bor va bu qaysidir bir eshigingizdan ochganingizda ayol kishimi bo'ldi. U shunchalar qadrlanishini mana ayollar daftariga turib, bu biznesni boshlab, qadam qo'yishni boshlaganimdagina bildim. Bu darajaga agar davlatimiz ko'maklashmaganda, davlatimizdan yordam bo'lmaganda, dalda berib bizga qila olasan degan motivatsiyani berishmaganda, men balki bu darajaga erishmas edim.